Assalomu alaykum Ekoterim kuzatuvchilari. Bugun 3-may 2025-yil 250 kvadratli aqlli kat yo'limiz bitdi. Issiqxonaga zakaz qilishgan. 7,5 million so'mga joylariga olib borib tashab berishga kelishganmiz. Vodiyga dastavkalarimiz bepul, shahar markazlariga. O'zimiz ishlab chiqarishimizdan. Kimga shunaqa aqlli kat yo'llar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Sizlarga ham chiroyli qilib yetkazib beramiz. Assalomu alaykum Ekoterim kuzatuvchilari. Aqlli kat yo'limiz bitdi. Aqlli kat yo'limizni komplektida ventilyatori, termodatchisi, perchatkasi, o'zini kat yo'lning ichini tozalaydigan kurakchasi bo'ladi. Kat yo'limizni tozalashga juda qulay qilganmiz. Har 10 kun, 15 kunda bir shu tepasini ochib turib, mana kitoblari bo'ladi. Shu kitoblarini shilib-shilib tozalaysizlarda pastki eshigi bo'ladi. Shu pastki eshigini ochib turib, shu tortib olib tashlaysizlar. Tozalashga juda qulay qilingan. Dimoxodlarimizni ham taylarini ochiladigan qilganmiz. Dimoxod turbasini olish shart emas. Tepadan tozalab, tagini ochib qo'ysalaring, axlat pastga tushib ketaveradi. O'tin ko'mirga moslangan aqlli kat yo'limiz. Kimga shunaqa kat yo'llar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa sizlarga ham chiroyli qilib yetkazib beramiz.